Assalomu alaykum azizlarim, qadrdonlarim. Anchadan beri ko'rishganimiz yo'q. Mana sog'indik bir-birimizni. Yana shu katta og'alaring efirda. Voha, Rossiyada yurgan birodarlar, o'zimizni vodiy hammalaringga tanajonlaring sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Yangilikni eshitgan bo'lsalaring kerak, mana gaz, svet larimizni 9-10% oshirmoqchi bo'lishyapti. Shunaqa bo'larmish. Qoyil bu. Juda yaxshi o'ylangan ideya bo'pti. Tanijonlar sog' bo'lsin. Kallangga qoyil qolamanda kim o'ylab topgan bo'lsa ham minnatdorchilik bildiramiz. O'zim 19-10% nimaga? Bir yo'li 20% oshirib qo'ysa bo'laveradi. Endi shunaqaki o'zbek xalqiga pulni ko'paytirib bo'lmaydi. Sal cho'ntagiga pul tushib bo'lsa, xotin ikkita qiladi, 3-4ta mashina oladi. O'shaning uchun o'zbekka to'g'ri kelmaydi pul ko'payish. Tayin qilaman. O'zi Rossiya ahmoq ekan. Men eshitib hayron qoldim. Astag'firulloh deb yoqa tishladim. Qarang, 1-chi, 2-chi, 3-chi nogironlarga kommunal to'lovlarni 50% qilib qo'yibdi. Qoyil. Kallasi ishlamas ekan. Ha bizda 100% o'zi dorisiga yetmaydi bechora nogironlarimiz. Olayotgan nafaqasi yana 100%dan to'lashadi. O'zim ham misolda hayron qolaman. Mayli, eson bo'lsin. Hamma yo'qda mana plastik qilib tashlashyapti. Endi shu o'ylab shu bozorda ham shu plastik qilib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Bir chiroyli anekdot aytib beraman, maza qilib kulasizlar. Xalqlar ko'p, Rossiya chet el xalqlari yig'ilib, qaysi xalq yuvosh, mo'min, odobliligini bir sinab ko'raylik deb hamma xalqlarga bir borishibdi. Chet el xalqlari arzimagan sal narx-navoni oshirib qo'ysa, to'polon qilib janjal qilishaveribdi. Hamma bu aynalib o'lgurib, endi bir O'zbekistonda senaylik deb O'zbekistonga kelishibdi. Endi o'zlaring ham bilasizlar, biz yoshlikdan yaxshi tarbiya olganmiz. Biz ota-bobolarimiz chap betingga ursang 10 betingni tutib ber, 10 betingga ursa chap betingni tutib ber deb o'rgatishgan. Shunga amal qilib kelamiz. Endi hali chet ellik fuqarolarga qarasa, o'zbek xalqi ko'proq bozorga borar ekan. Kelinglarchi bir bozorga debdi kirishdi debdi, pulli qilib qo'yaylik deyishibdi. Bozorga kirishni 500 so'mdan qilib qo'yishgan ekan. Endi kirishaveribdi, pul to'lab kirishaveribdi. Bir g'avol g'ubur birov bir narsa demasmish. O'zbek xalqi mo'min, diyonatli xalq bo'ladi. Tevada turib qo'lini ko'tarib ura deydiganlarni boqishimiz kerak-da. Tanajonlar sog' bo'lsin. Bular nima? Indamay to'polon ham qilmayapti. Kelinglar jicha oshirib qo'yamiz deb 1000 so'm qilib qo'yishibdi. Yana kirishaverarmish-da. G'arim-pirin deyishmasmiz. Endi o'ylab aytib, kelinglar bir ish qilaylik debdi. Shu bozorga kirayotganlarni ketiga debdi, urib kirgizaylikchi debdi. Nima bo'larkan debdi. Endi o'shani ham boshlashdi. 1000 so'mdan to'larmish, bozorga kirayotganlarni ketiga urib kirgizgan. Voy. Bir qarasa naryoqda g'avur bo'lib ketibdi. Ana endi bular to'ydi, endi to'polon qilyapti deb borib, "Ha, nima bo'ldi, tinchlikmi?" debdi. Debdi, sallarda qara debdi. Bozorga kirishdi debdi, 500 so'm qilib qo'yding, indamadi debdi. 1000 so'm qilib qo'yding, indamadi debdi. Endi ketimizga urib kirgizyapsan, bunga ham indamay yuraverdi debdi. Bu ketga uradiganni ko'paytirib qo'y. Mana yerda ochirib to'lib ketyapti, bozorga kirgani qiynalyapmiz degan. Shunaqa o'zbek xalqi diyonatli, juda ma'rifatli insonlar. Azizlar, xulosa o'zingizdan
kommentariyaga chiroyli so'zlarni eshitib qolay. Yozib o'zlaring nima qilarsizlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Hammamizga insof topib bersin. Siz bilan Shavkat Tog'oyev bo'ldi. Salomat bo'ling.